Qadirlik radio anglag'uchilar, anglayotganinglar Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning to'rga ilinishi nomli ikkinchi qismi. Qutlandan anglayapsizlar. 1990-yillarning oxirlarida tunji turkumdagi Uyg'ur ko'chmanlar har xil yo'llar bilan Shvetsiyaga kelib o'ltiraqlashishga boshlaydi. Shimoliy Yevropadagi bu tinish va paravon elda tunji turkumdagi Uyg'ur jamoati shakllangan kundan e'tiboran ularning o'z vatani uchun to'lg'an sadolarimi yangrashga boshlaydi. Shu yillarda marhum Kurash Ko'san, Farruh Sodiq qatorliq kishilarning boshchiligida tunji Uyg'ur tashkilotlari qurilib, Shvetsiya xalqiga Uyg'urlarning ovozi anglatildi. Sultan bo'lib xon o'tgan Uyg'urim sen jonda. Dal shu mezgillarda Xitoy hukumatining Shvetsiyani o'z ichiga olgan Yevropa ittifoqidagi har qaysi ellarda yoshirin axborot to'plash, texnika o'g'irlash, shundoqla Tibet va Uyg'ur ko'chmanlarining siyosiy faoliyatlari haqida ma'lumot yig'ishdek jasuslik harakatlarimi kuchayishga boshlaydi. SAPO, ya'ni Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasining jasuslikqa qarshi strategiya analizchisi Wilhelm Unge 11 sentabr voqeasidan keyin Xitoyning Amerika qatorliq darajadan tashqari davlatlarda emas, balki Shvetsiyadagi betaraf davlatlardami Uyg'ur qatorliq siyosiy ko'chmanlarga doir axborot to'plashga boshlaganligini alohida ta'kidlaydi. Kina kunde med rätta säga, ja, uigurerna är terrorister. Shvetsiya taratqullari oshkorlagan uchurlar hamda Stockholm shaharlik sud mahkamasining 2010-yili 8-martdagi sud materiallariga qaraganda Shvetsiya xavfsizlik tarmoqlari 2007-yilning boshlaridan boshlabla Stockholmdagi Xitoy elchixonasining maxfiy harakatlariga diqqat qilishga boshlaydi. 2006-yili 10-oyning 31-kuni kurashgan tugab ketdi. Şu vaqa bo'lib uzoq o'tmay yana 2007-yilning shu bahor mezgillarida shu Shvetsiya bexatarlik soqchi organidan bir telefon qilib meni kasang bir paranshayli dedi. Abdushukur Muhammad, Shvetsiya Uyg'ur komitetining ayni vaqtdagi raisi bu vaqtda maxsus to'xtalib mundoq deydi. Chunki men Baden-Württemberg shahar markaziga joylashgan soqchi markaziga ular şu sorgan so'llari Uyg'urlarga hali ko'plab qoldi. Shvetsiyada sizlarning siyosiy faoliyatinglar hali aktiv bo'lyapti. Ammo sizlar o'sha aktiv faoliyatinglarga buzg'unchilik qilayotgan yoki bo'lmasa Xitoy hukumatiga sizlarning ahvolinglardan ma'lumot berayotgan mushunda bir insonlarni sizlar bor deb o'ylamsizlar. Sizlar gumonlanadigan odam bormi deb mushunda bir qurus savollar so'rdi. Taxminan 1 soatda so'zlab bo'ldi. Stockholmdagi Xitoy elchixonasi siyosiy boshqarmasining mushaviri Jololo va uning gumonliq harakati eng dastlab Shvetsiya xavfsizlik tarmoqlarining diqqatini chekdi. Ayol diplomat sifatida o'ttirg'i chiqqan bu Xitoy elchixona xodimi diplomatiya doirasi va elchixona xodimlarining huquq doirasidan olqib chiqib axborot to'plashga boshlaydi. Att ambassaden varit inblandad i flyktingspionage. SAPO xodimlari uzun o'tmayla Xitoy elchixonasidagi bu sirliq diplomatning muxbir qiyofatidagi yana bir Xitoy bilan qo'yiq munosabati borligini payqaydi. İz besib tekshirish natijasida Leyda ismli bu erning Xitoy elchixonasidagi ayol diplomat Jololoning eri ekanligi jazmlashtirildi. SAPO xodimlari yanama ilgirlab ko'zlash jarayonida Xitoydagi xalq gazetining Skandinaviya ellarida turishliq alohida muxbiri degan nom bilan axborot to'playotgan Leydaning amaliyotda Xitoy davlat xavfsizlik ministrligining maxfiy ofitseri ekanligini aniqlab chiqdi. Den världsomspännande exilorganisationen World Uyghur Congress. SAPO xodimlari Xitoy diplomat Jololo bilan muxbir qiyofatidagi Leydani jiddiy kuzatgan mezgillarda, ya'ni 2008-yilning yanvar oyida ular bilan munosabatlik 3-bir gumondorni payqaydi.
60 yoshlar atrofidagi Xitoychini ravon so'zlaydigan bir Uyg'urning ham Xitoy elchixonasidagi ayol diplomat bilan ham Leyla ismli Xitoy muxbir bilan bo'lgan maxfiy aloqasi SAPO xodimlarining diqqatini chekdi. Shuningdan e'tiboran SAPO xodimlari ularning 3 burjaklik maxfiy telefon aloqasi va xufiyona uchrashishlarini yaqindan kuzatdi. 60 yoshlardagi Xitoychini ravon so'zlaydigan bu Uyg'urning Xitoy elchixonasidagi alohida xodimlarga axborot yetkazganligi jazmlashtirilgan hamon SAPO xodimlari ular to'g'riliq delo turg'izib tekshirishni kuchaytirdi. Diqqatinglarda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning to'rga ilinishi nomli ikkinchi qismi. Qutlandan anglawatsizlar. SAPO xodimlari Shvetsiya Adolat Ministerligining alohida tasdiqi bilan 2008 yili 11 aprel kuni Xitoy ayol diplomat bilan 60 yoshlardagi Uyg'ur jasusning uchrashishini tunji qatam naq maydondan kuzatdi. Ularning so'zlarini xufiyona tinchaydi. Shuning bilan bir vaqtda SAPO xodimlari yana muxbir qiyofatidagi Leyla ismli Xitoy bilan 60 yoshlardagi Uyg'ur jasusning telefon aloqasi va bevosita uchrashishlarini maxfiy kuzatdi. Xitoy elchixonasidagi ayol diplomat va uning muxbir qiyofatidagi eri 60 yoshli Uyg'ur jasus gumondori bilan Stokgolmdagi Xitoylar ochgan yangi Beijing restoranida, Yurthagen kebabxonasida, Johannesburgdagi pizzaxonada, Elxodagi kafexonada, Grand Hotelda va Slussundagi McDonald'sda uchrashdi. Träffas ungefär 2 gånger i månaden på ställen som Hjorthagens kebab, Bamses pizzeria i Johanneshov, Älvsjö värdshus, Grand Hotel, McDonald's, Slussen. Darvaqa shu mezgillarda 60 yoshlardagi bu sirliq kishining Xitoylar bilan xufiyona uchrashib turishi va uning bir qism gumonliq harakatlari Stokgolmdagi Uyg'ur jamoatining ko'ziga mo'chiliqdi. 3-ay mezgili shu 3-ayda Shvetsiya xil sovuq. Mening uyim Natariga yerdan poyezdga o'tirib shaharga bir 10 minut kirgil bo'ldi. Bu shaharga kirishning eg'izida bir McDonald's var. Shu McDonald'sga to'g'lab ketib kirdim. Ayni vaqtda Shvetsiya Uyg'ur komitetining kotiblik vazifasini o'tayotgan Abdushukur Samsoq apandi o'zi bevosita ko'rgan bir voqeani mundaq eslama qiladi. Kirsam, bu babur shu McDonald'sning ichida bir Xitoydan paranglashib o'tiribdi. Meni ko'riblarligi uduq madaq beshing nimishib qo'ydi. Somkasini ko'targan peti chiqib ketdi. Voy bu adam majab chiqib ketdi deb men orqadan chiqdim bu nima bo'lgandi deb. Chiqsam shu McDonald'sning keyin tarafiga o'tib ketdi, somkasini ko'tarib. Shuningdan men xil tudim ajab so'qdi. Ko'zib tursam bir qeri bir Xitoy keldi u yerga. Kelib madoq u yoqqa atrofga qarab birdan turib McDonald'sni ichib qarab o'qdan ketdi. Shu vaqtda men qattiq gumon qilgandim, atrofdagi qarindoshlarimiz deb ko'rdim shunaqa ahvol bor desam, ba'zanlari balla dedi, Xitoy bilan tijorat qildi, shu tijorat meni suvamdi dedi. SAPO xodimlari 2008 yili 1-oydan toki 2009 yili 6-oyning 4-kuni jasus gumondori rasmiy qo'lga ilingichi bo'lgan oraliqda uning Xitoy elchixonasidagi ayol diplomat va uning muxbir qiyofatidagi eri bilan eng oz deganda 180 qatimdan ko'proq maxfiy telefon aloqasi qilganligini payqaydi. Buning ichida 59 qatimliq telefon aloqasi ko'chadagi ommaviy telefonda, qolganlari jasus gumondorining qo'ldagi 9 dona qo'l telefonda elib berildi. 2 dona qo'l telefon maxsus qarshi tarafga signal berish uchun ishlatildi. Bu mezgillarda yana 60 yoshlardagi bu jasus gumondori Shvetsiya xavfsizlik xodimlarining yoshurun kuzatish ostida Xitoy diplomati Jololo bilan 6 qatim, muxbir qiyofatidagi Leyla bilan 10 qatim o'xshamagan o'rinlarda uchrashdi. Yuqorqi 16 qatimliq uchrashish jarayonida ular boshqalarning diqqatini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun 29 navbat o'rin yo'tkaydi. Klockan 20:18 är mötet slut och Alim lämnar restaurangen med sina presenter i en papperskasse.
medan diplomaten stannar kvar och betalar. Shvetsiya xavfsizlik idorasining josuslikqa qarshi analizchisi Wilhelm Unge bu haqda tahlil yurgizib, ularning bu xil harakati dal klassik shpionlik mahoratlarining bir turiga kirdi deb aniqlama berdi. Och det blir ju då ytterligare ett kvitto på att det här är en viktig person för kinesiska underrättelsetjänsten. Sapo xodimlari Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan bu zo'r josuslik delosini 1,5 yil iz besib tekshirish, maxfiy anglash hamda to'liq dalil isbotlarni to'plash orqali 2009-yili 6-oyning 4-kuni 62 yoshli Uyg'ur josus gumondorini tutqun qildi. Bu Urumchida 5-iyul qonliq voqeasi yuz berishdan to'g'ri bir oy burungi voqea edi. Jasus tutuldi. Vaholanki Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoati Xitoy jasusining qora ko'langisi tashlagan vahima va hayronlik ichida cho'chib uyg'ondi. Jasusning muhojiratdagi Uyg'ur jamoatiga solgan vahimasi ularning Iroqdagi munqars vatani uchun so'qqan yuragi va cho'qonlarini to'xtatib qola olmadi. Qadrli radio anglag'uchilar, anglayotganinglar Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r josuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining josusning to'rga ilinishi nomli ikkinchi qismi. Qutlandan anglayapsizlar. Ko'p qismli mazkur hujjatlik radio programmasining 3-qismi davomli huzuringlarda bo'ladi.